Bir kunda 500 ga yaqin ko'rpachalar yuvyapmiz. Ushbu ko'rpachalarni ko'ryapsizlar, qo'ldan kelgancha ozoda, toza, pokiza joyda ehtiyot qilib yuvyapmiz. Hozirgi ob-havoda ko'chada 10 kun tursa ham qurimaydi yuvilgandan keyin. Ko'pchilik bu videoni ko'rib o'zi uyda ham yuvib borayotganlar bor ekan. Qurimayapti-yu, hidlanib qoldi-yu deganlar aloqaga chiqishyapti bizga. Uyda aslo yuva ko'rmang. Maxsus apparatda quritiladi bizda. Maxsus apparatlar yordamida quritilgandan so'ng bizda mana ko'ryapsizlar buni apparatni. Shu apparat 90-95% suvni siqib beradi. Siqilgandan keyin ko'chada bir kun turadi. Suv selgigandan keyin maxsus xonaga kiradi. Maxsus quritadigan xonaga kirgandan keyin u xonamizda 24 soat turadi. 100% quriydi. Bu xonamizning harorati 60 gradusgacha chiqadi. Maxsus xonamizda quritilgandan so'ng yigitlarimiz qadoqlashib, shirinxitlarni sepishib, polkalarga taxlashadi. Undan keyin egalariga tarqatiladi. Kimga shunaqa professional xizmat kerak bo'lsa, bir dona ko'rpachani 40 ming so'mdan yuvyapmiz. Bir kunda 500 ga yaqin ko'rpachalar yuvyapmiz. Ushbu ko'rpachalarni ko'ryapsizlar, qo'ldan kelgancha ozoda, toza, pokiza joyda ehtiyot qilib yuvyapmiz. Hozirgi ob-havoda ko'chada 10 kun tursa ham qurimaydi yuvilgandan keyin. Ko'pchilik bu videoni ko'rib o'zi uyda ham yuvib borayotganlar bor ekan. Qurimayapti-yu, hidlanib qoldi-yu deganlar aloqaga chiqishyapti bizga. Uyda aslo yuva ko'rmang. Maxsus apparatda quritiladi bizda. Maxsus apparatlar yordamida quritilgandan so'ng bizda mana ko'ryapsizlar buni apparatni. Shu apparat 90-95% suvni siqib beradi. Siqilgandan keyin ko'chada bir kun turadi. Suv selgigandan keyin maxsus xonaga kiradi. Maxsus quritadigan xonaga kirgandan keyin u xonamizda 24 soat turadi. 100% quriydi. Bu xonamizning harorati 60 gradusgacha chiqadi. Maxsus xonamizda quritilgandan so'ng yigitlarimiz qadoqlashib, shirinxitlarni sepishib, polkalarga taxlashadi. Undan keyin egalariga tarqatiladi. Kimga shunaqa professional xizmat kerak bo'lsa, bir dona ko'rpachani 40 ming so'mdan yuvyapmiz.